O'zimni biznesmen okajonlarimga men shunday Chilonzor metroni oldidan shunaqa nijoy obyekt topib qo'ydim. Yuring, bitta ko'rsataman. Joyimiz shunaqana Chilonzor metrodan pastga tushganingizda o'ng tomonga kirganingizda joylashgan, lokatsiyasi super C kvartal. Savdo qilaman yoki biznes qilaman yoki ofis qilaman deydigan biznesmen okajonlarimiz uchun mana shu ideal variant. Shuhrat Chorrahaga yetmaydi, bu yog'i Chilonzor metroni tasavvur qilasizlar qanaqa udobniy joyligini. Xo'p, bir xonadan iborat, lekin mana oshxonasini mundoq qilib turib, ikkita xonaga aylantirishgan. Bemalol bu yerda glavniy ofis qilib, mana bu yerda sheplab o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hojatxona, sanuzili bu yoqda joylashgan, bu podyezdga chiqadigan darvozasi, ya'ni eshigi. Umumiy 40 kvadrat metrdan iborat. Parkovkasi bor. Holati Evromont ofis uchun juda qulay va shinam joy. Sotib olsangiz, o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi yoki arendaga berib qo'ysangiz stabil daromad bo'lib yotadi. Qiziq joyi narxida. Narxi bor yo'g'i $70,000. Ijaraga ham beriladi. Agar ijara sifatida foydalanmoqchi bo'lsangiz, $550 to'lashingizga to'g'ri keladi.